Assalomu alaykum qarindoshlar. Jibran Xalil Jibranning Donishman nomli asrini o'qishni davomlashtirsam, iltifot. Bir boy kishi mundaq so'radi. Bizga iltifot haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. U javob berib mundaq dedi. Sen mol dunyolaringni boshqalarga bersang, faqat tarixdek iltifot qilgan bo'lasan. Faqat bütün vücudun bilen şefkat yağdırgan çağındala sen haqiqiy iltifot qilgan bo'lasan. Chunki sen mal dunyolaringni ati yana lazım bo'lar deb g'am andishi ichida saqlagan emasmi? Biroq atichu qo'rsqiningla g'amini qiladigan it hajig mangan egisiga agishib ketib etib, nishonsiz qumliqqa ko'mib qo'ygan so'ngaklar tuproq ostida qolsa, u so'ngaklar ata uningga asqatarmı? Muhtojning muhtojligidan boshqa yana qanday g'am andisi bo'lsin? Sen qo'rilmas buloqning yanida turib, ussizlikdan g'am qilsang, undaqda sening ussizlikni nima deb tushundirib? Ba'zilar nurg'un mol dunyolarining azroq bir qismini boshqalarga nom shuhrat chiqarish uchun beradi. Bunda g'araz yo'shirilgan so'g'imi durust bo'lmaydi. Ba'zilarning faqat azroq mol dunyosi bo'lsa-mu, uning hammasini kishilarga beradi. Ular hayotga va hayotning alvaligiga ishonadi. Ularning g'azinasi mangu qurg'ilib qolmaydi. Ba'zilar xo'shallik bilan beradi. Bu xo'shallik ular uchun bir xil in'omdir. Ba'zilar azoblanib turib beradi. Bundaq azoblanish ularni tovlaydi. Ya'ni ba'zilar kishilarga berganda azob his qilmaydi, xo'shallik izlamaydi, ham savob tepishni maqsad qilmaydi. Ularning iltifoti xuddi shu tog' jilg'isidagi gul giyolar o'zining qush puruqini havoga taqdim qilayotganiga o'xshash. Tangrim ularning qo'li orqali so'zlaydi. Tangrim ularning ko'zi kaynida turib, zaminga qarab tabassum qiladi. So'rg'onga berish albatta yaxshi, ammo so'rmasmi bishoratga qarab iltifot ko'rsatish texmo afzal. Sexiylarcha xayr-saxovat qiluvchilar uchun yordamga muhtoj kishini tepishning shodligi taqdim qilish shodligidan ortiq. Zodi saqlab qo'ymasang bo'lmaydigan yana nimalar bor? Aman bir kuni sen borliqingni egasiga topshirasan. Qo'lingda borida bergin. Chunki mushu fursatlar o'zingning senden keyingilarning emas. Sen doim men berman, ammo berishga arziydigan kishilarga deysan. Biroq bog'laringdagi dal daraxtlar va yayloqdagi qo'y kollaring bunda qaramaydi. Ular yashash uchun beradi, chunki saqlab qolishning o'zi yo'qolishdir. Kecha bilan kunduz orasidagi kishilarning hammasi sening berganlaringni qabul qilsa arziydi. Hayotlik dengizidan suv ishkuchilarning hammasi sening kichik bo'liqingdan jamlarini to'ldirib olsa arziydi. Qabul qilishdagi jur'at, ishonch va izgu niyatdan boshqa yana qanday fazilat ustun turadi? Nima uchun ular sening oldingda o'z qalbini to'liq oshkorlaydi? Nima uchun sening oldingda takabburlikni yo'qotadi va o'zlarining asli qimmatini va xijolatsiz iftixorligini sana ifodalaydi. Oldi bilan o'zingning saxovatchi bo'lishga loyiq yoki loyiq emasligini, kishilarga osh beradigan kishini bo'lishga loyiq emasligini bilib boq. Chunki rostni deganda bu faqat hayotning hayotga berishidir. Sen o'zingni saxovatchi hisoblasangmi, amaliyotda faqat bir shohidsan xolos. Sizlar hammanglar qabul qiluvchilar. Sizlar qabul qilganinglar uchun javob qaytarman deb yuk ko'tara olmanglar. Bo'lmasa o'zinglarga va saxovatchilarga sirtmoq selib qo'ygan bo'lsizlar. Bundan ko'ra sovg'atni qanot qilib saxovatchilar bilan birga ko'kda parvoz qilinglar. Chunki o'zinglarning qarzini ortiq mo'ljallab ketsanglar, mehribon zaminni o'ziga ona qilgan Tangrini ata deb bilganlarning yaxshi niyati va mardligidan gumonlangan bo'lasizlar. Yemek içmek. Bir aşxana xo'jayini mundaq dedi.
bizga yemek-içmek haqida so'zlab bersangiz ekan. U mundaq javob berdi. Men sizlarni ziminning qush-puroqlaridan oziqlanib yashasa ekan deyman. Xuddi o'simliklar quyosh va havodan oziqlangandek. Sizlar hayotlikni o'ltirib yeysizlar hamda tug'ilgan jonivorlarning eg'izidan ularning ona sutini tortib olib, ussizliqlarni qondirsizlar. Bular yaratquchiga hurmat, qoid yo'sin bo'lib qolsin. Dasturxonlar mehribon ustida ichilsin. Ustiga tizilg'ini o'rmonliq va keng dalalardan kelgan pak, halol yemek-içmeklar bo'lsin. Chunki ular texmi pak bandilar uchun qurbon qilingan. Sen bir hayotni qurbon qilganda ko'nglingda uningga mundaq degin. Seni o'ltirgizgan muqaddas qonuniyat o'xshashlar menimi o'ltirgizdi. Menimi o'xshashlar yemeklikka aylantirdi. Seni mening qo'limga topshirgan iroda meni texmi ulug', texmi qudratli bir qo'lga topshirdi. Sening va mening qanim faqat hayotlik darixini sug'uradigan shirindir. Sen bir olmani tishlagan chaqingda ko'nglingda uningga. Sening hayotlik javhiring mening vujudimda yiltiz tortib yashaydi. Sening u olamdagi yumron biqlaring mening yuragimni ko'klaydi. Sening xushpuroqlaring mening tiniqimga aylanadi. Biz umrvoyat birga shatlanayli degan. Kuzda sen bog'dan uzum uzib, ezib uningdan shirin sharab chiqargan chog'laringda ko'nglingda menmu bir üzümlük bog', mening mevammu uzib ilinib shirin sharbatga aylantirildi. Menmu yangi sharabga o'xshash mangu yo'qolmas qadahga qo'yilib saqlanaman degan. Qishda sen qadahga sharab to'ldirgan chog'ingda har qadah sharab kun kuyligin dilingda. Yuragingdan urg'ib chiqqan bu kuylar kuzni, üzümlük bog'ni va sharab chiqarishni yod etadigan madihiya naqsiga aylansin.